Duxovka hech qanaqa qolip miksirlarsiz, faqatgina tovani o'zida mega shokoladli osongina pirog tayyorlaymiz. Demak, birinchi bo'lib tovaga 3 dona tuxum, 250 gram shakar solib, yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. So'ng 250 ml sut, 150 ml o'simlik yog'i, elakdan 35 gram sifatli kakao, 270 gram oliy navli turon uni, 2 choy qoshiqdan vanilin shakari hamda razrihli qo'shib, xamir qimoqlari ketgunicha yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana shunaqa juda ham quyuq bo'lmagan shokolad pastaga o'xshash xamir bo'lishi kerak. Tovani chetlarini tozalab, ustiga 200 gram danagidan tozalangan olchalarni solamiz. Endi buni qopqog'ini yopib, tova qizib olgunicha balandroq olovda avval 5 daqiqa, keyin past olovda taxminan 50-60 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Pirog tez kuyib tegiga olmasligiga tova katta ahamiyatga ega, shuning uchun tovamizni tegi qalin, taomlarni yopishtirmaydigan qoplamali bo'lishi kerak. Mana pirogimiz ham pishib chiqdi. Pirog iligandan so'ng ustiga shokolad, yong'oq va mevalar bilan bezatib olamiz. Tovani qirib yormasdan ehtiyotkorlik bilan pirogni kesib, issiqqina choy bilan oila davrasida maza qilib iste'mol qilishimiz mumkin. Juda ham mazali va osongina retsept. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Hamma masala qilib uyingizdan chiqadi. Videoni yaqinlaringiz bilan bo'lishib, unga like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha hammalarga xayr.